Yigirma toza, yo'q. Bitmayapti. 20 ga toza. Bitmayapti azizlar. Bova, necha baho qo'ydingiz bunga, bova? Sotuvchi bova. 25 ga 20 bo'lyapti. 25 aytilishi 20 ga bitmayapti azizlar. Mana ko'raverasiz. 20 Mana. ga naqara? 20 ga 4 ta jazman bor, 4 ta. 20 ga 4 ta xaridori tayyor, lekin berilmayapti. Akalar, qaysi baraka bo'ldi, akalar? Ola, necha ketdi? Yorgan 18 million. 18 necha yosh edi bu? Ikki yorganda. 18 ga baraka bo'lganlardan. U ham baraka bo'ldimi, shep? Aytib bering. Necha? Odamlar qiziqadi-da. Vodiy olgan, vodiy. Vodiyga terib ketilyapti-da, demak. Demak, vodiyga olib ketilyapti. Savdosi qancha olib qoldik ekan, sotishi bova? 21,5 dan 22 gacha katta qora ho'kiz. Yoshi nechida ekan? Yoshi 2 tish. Xullas, necha baho qo'ydingiz? 25 aytilyapti, bo'yining balandligi 1.30 atrofida. Ko'raverasizlar. Baraka bo'ldimi kan, ha? Necha katta? 21 ga. Rangi tiniq, qora ho'kiz. Yoshi nechida edi, og'a? Yoshi 1 yoshardan o'tgan deyilyapti. Hali 2 tish yormagan ekan. Xullas, og'a qaysini oldingiz? Qachamayapsiz, o'rnisiz. Ana. Xullas, Sho'rchi bozoridamiz. Bunga qancha baho qo'ydingiz? 21,5 so'rayapti, 21 so'rab. 21,5 gacha bermayapsiz. Bermayapmiz. Aytilishi qancha? Aytilishi 21 dan chiqsa, 21 dan chiqsa baraka deyilyapti. Ko'raverasizlar. 2 yashar qora ho'kiz mana. Katta ho'kizlar odatda kirar edi, chinor tagida 40 million, 50 millionlik ho'kizlar kirar edi. Hozir shu tomonga qarab boramiz. Og'a, qancha baho qo'ydingiz olaga? 24 yarim gacha bitmay turibdi deyilyapti. Demak, yosh nechida ekan? Mana ko'raverasizlar. Akalar, qaysi baraka bo'ldi, aytaverasizlarmi? Mana umi, qorami? Yo, olami? Qora necha ketdi? 21 ga baraka bo'lganlardan. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin. Ola parodalar egalari bormikan? Bova, sizdanmi? Necha ketdi? 30 millionga mana ba'zilar. Bunisi 36 million so'mga baraka bo'lganlaridan. Ola paroda. Mana ko'raverasizlar. Sho'rchi bozorida bunaqa katta sifatli ho'kizlar ko'p. Egalari bormikan, sotishi bor? Assalomu alaykum. Kim ekan? Akalar, yaxshimisizlar? Kim egalari bormikan? Sotish bor? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechta ho'kiz sizlardan? 4 tami? Narxini aytib beringizlar bir-bir. Termizdan kelyapmiz. 23 bo'lyapti. Mana bu. Necha yosh bu? 2 yashar qora ho'kiz, 20 yoshga bitmagan, bo'yning balandligi 1.30 atrofida. Bunisini ayting bova, bunisini. 37 ga bunisi. Bitmadimi? Necha baho qo'ydik ekan? 40 mi? Bunisi necha bo'lyapti? Bunisi 33 so'rayapti. 33 ga bitmayapti. Bunisi-chi? Oqbosh 35. 35 ga. Mana ko'rasizlar. O'zlarini ham ko'rsatib qo'y, chunki hozir chorva boqish o'zi mashaqqati bor, o'ziga yarasha. Mana 4 ta ho'kiz bir joyda narxlarni yoritdik hozir. Xullas, vodiydan ham kelib xaridorlar Sho'rchi bozoridan ho'kizlardan olib vodiyga qaratib olib ketyapti hozirgi vaqtda. Demak, ola qancha olib qoldi ekan? Egasizmisiz? Aytaverasizmi olani? Qancha so'radi xaridor? Sotildi. Necha? 25 500 ga baraka bo'lganlardan. Yosh nechida edi? Buni bachcha qo'l bilan boqqan shu. Ha? Boqqan odamga ham rahmat, ha? Aka, buni yosh nechida edi? 2 dan endi oshdi. 2 dan oshgan. Mana korpuslariga e'tibor berasizlar, bo'yni balandligi 1.30 atrofida. Sho'rchining ho'kizimidi? Sho'rchining ho'kizi mana, baraka bo'lganlardan. Gap yo'q, ko'raverasizlar. Egalari bormikan, ha? Surxon obzorda chiqadi to'liq video. Aka, sizlardanmi? Necha baho qo'ydingiz? Ya olindimi, sotildimi? 32 million. Yosh nechida edi? Azizlar, 3 yosh nari berimi deyman-da. 32 millionga baraka bo'lganlaridan yetib bor ekan, kattagina ho'kiz. Bo'yni balandligi 1.40 nari beri.
ko'raverasizlar. Mana bekorga Sho'rchi bozorini odamlar so'ramagan bizdan. Mana bunday katta sifatli ho'kizlar Sho'rchi bozorida juda ham ko'p. Mana shu bobomiz har bozor, har kelganimda mana shu bobomizni ko'raman. Sabahdo'pida bu Sho'rchidaman. Demak, qaysi sizlardan, og'a? Sotuvchimiz, xarid tomoshabin, ha? Egalari bormikan? Assalomu alaykum. Nechta ho'kiz sizlardan? 2 tami? 2 ta. Buni yoshi nechta ekan, qorani? 2dan o'tdi. 2dan o'tdi. Necha baho qo'ydingiz? 34 ta ko'rdi. 34 ga berilmagan. Bugun Sho'rchi bozori necha ko'tardi? 34 ko'rdi. 68 ga 2 tasi bitmagan. Demak, aytilishi qancha ekan? Aytilishi 80 deb qo'ydi. 80 million aytilishi azizlar 68 millionga. Bitmay turibdi azizlar, bitta yaxshi mashinaning puli bo'layapti-da. Mana. Xullas 68 millionga 2 ta ho'kiz bitmayapti. Akalar, egalari bormikan, egalari? Qancha so'rayapti xaridor? 26 millionga bitmayapti. Oladi, ha? Yosh nechida? Yoshi 2 tish ko'rgan, ola 26 ga bitmayapti. Bugun nimalarga 1.35, 30 atrofida necha baho qo'ydingiz? 35 aytilishi. Sho'rchini ho'kizimi? Gap yo'q azizlar. Olani bilmaysizlarmi? Yo'q. Mana. Agar izi ko'p bo'lsa nomer qoldiraylik sotuvchi aka. Ha, faqat shu. Mana azizlar boqilgan ekan-da. Yemaganda bo'ynini qaliniga yetib borib beradi. Demak, Ola savdosi bo'layaptimi, og'a? Nech so'rayapti xaridor? 30 million bitmayapti. Yosh nechida ekan? Yoshi hali 2 tish yormagan deyilyapti. Shoxidan bilsangiz ham bo'ladi. Mana ko'raverasizlar. Hurmatli obunachilar, uylaringizda xuddi shunaqa high-tech fasonda tunikafon qildirmoqchi bo'lsalaringiz, bizda Qumqo'rg'onlik ustalar jamoasi chiroyli narxlarda bitkazib berishadi. Hozirgi vaqtda Surxondaryo viloyati Uzun tumanidamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'rsating do'stim. Kattagina hovlini juda ko'pchilik mana hozirgi vaqtda xuddi shu fasondan buyurtma berishyapti. Tez kunda bitkazib berishyapti. O'z ishlariga javob berishadi. Surxondaryo viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi.